Diqqat, tezkor xabar. Toshkentlik erkak homiladorligi aniqlandi. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir dona like va albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bunday bo'lishi mumkin emas, bu barchasi safsata, deysizmi? Unda siz videorolikni oxirigacha tomosha qiling va asl haqiqat qanaqaligini bilib oling. Va albatta bir necha soniya vaqtingizni ayamasdan like va podpisatsiya tugmasini ham bosib qo'yishni unutmang. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Poytaxtdagi Mirzo Ulug'bek tumanidagi poliklinikalarning birida tahlil topshirgan erkak kutilmagan tashxisdan hayratda qoldi deb yozmoqda sof.uz sayti. Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi erkak poliklinikalardan birida tahlil uchun qon va siydik topshirdi. Diqqat qiling va natijani bilish uchun kelganida unga homilador ekanligini aytishdi. Birinchi bergan savolim shu bo'ldi. Kimdan? Xotinimdanmi? Ro'yxatxonada o'tirganlar esa keskin javob qaytarishdi. Boshimizni qotirmang. Men ulardan tahlil natijalarini qaytadan tekshirib ko'rishni, tahlillar almashib qolgan bo'lishi yoki familiyamni noto'g'ri yozgan bo'lishlari mumkinligini aytdim. Erkak o'zining homilador ekanligidan umuman cho'chib ketmaydi, balki hamshiralar bilan hazillashadi. Uning balki xakerlar poliklinika kompyuter tizimini buzishgandir degan savoliga hamshiralar u adashib boshqa odamning qoni va siydigini ko'tarib kelganini aytib javob qaytarishadi. Voqea almashib qolgan tahlil natijalarini topilishi bilan nihoyasiga yetdi. Ma'lum bo'lishicha, hamshiralardan biri homilador ayolning tahlil natijalari bilan almashtirib qo'ygan ekan. Shifoxona xodimlarining o'zlari ham qanday qilib bu hodisa yuz berganini tushunishmadi. Albatta, tahlillar almashib qolgani bu fojia emas, balki kulgili holatga olib keldi. Videorolikni shu joyigacha tinglagan bo'lsangiz, albatta kommentariyada o'z fikrlaringiz va like tugmasini bosib qoldirishni unutmang.